11-savol. Vodorod xloridning yonish reaksiyasida H xlor yonganda xlor va suv kelib chiqadi. Ma'lum vaqtdan so'ng muvozanat qaror topdi. Muvozanat holatda Km 1 ga teng. Moddalarning konsentratsiyasi H xlor 2 mol taqsim litr, suv esa 2 mol taqsim litr bo'lsa, kislorodning dastlabki konsentratsiyasini aniqlaydi. Idish hajmi 1 litr. Demak, reaksiya yozib olamiz. H xlorning yonish reaksiyasi muvozanatga keltirilgan ekan. Bu yerda kelib chiqadi xlor va suv kelib chiqadi. Xo'sh, tenglashtirsa, koeffitsiyentlar 4 1 2 2 koeffitsiyent qo'ysa reaksiya tenglashadi. Va har doim muvozanatga oid savollar dastlabki moddalar, sarflangan moddalar va muvozanat holatidagi moddalar bo'yicha ishlanadi. M, D, S, M bo'yicha ishlanadi. Har qanday muvozanatga oid masala. Endi bizda muvozanatga kelgandan keyingi konsentratsiyalar berilgan. Muvozanat holatga kelgandan keyin konsentratsiyalar muvozanatga yoziladi. Muvozanat holatda H xlor konsentratsiyasi 2 ekan, suvning konsentratsiyasi ham 2 ekan. Endi xo'sh, muvozanatga kelganda dastlabki moddalardan ortib qolgani yoziladi. Ya'ni mana bu qolgan H xlor ortib qolgan. O'ng tarafdagi moddalar esa hosil bo'lganda muvozanat keladi. Ya'ni bu 2 hosil bo'lgan suv. Endi mana shu 2 suvni hosil qilishda qancha xlor hosil bo'ladi suv bilan birga, qancha kislorod va qancha H xlor reaksiyaga kirishini topsa bo'ladi. X teng X teng. Koeffitsiyent 4 1 2 2 bo'yicha ishlanadi. 2 ni 2 ko'paytirib 2 bo'lsa yana 2 bu hosil bo'lgan xlor, o'ng tarafdagi moddalar hosil bo'ladi. Xo'sh, bu yerda esa 1 sarflangan kislorod va mana bu yerda 4 kelib chiqadi sarflangan H xlor. Shunda dastlabki modda H xlor nechidir bo'lgan? 4 sarflanib 2 qolgan. Qolganiga mana sarflanganini qo'ysa dastlabki 6 bo'lgan ekan H xlor. Dastlabki kislorod shuni top degan, bu noma'lum. Biri sarflanib qancha qolganini bilmagan uchun X qolgan deb belgilaymiz. Shu qolganini topib, sarflangan birini qo'ysa dastlab kelib chiqadi. Hosil bo'lgan xlor 2, hosil bo'lgan bu mana. Hosil bo'lgan suv ham 2. Endi shu yerda Km topamiz. Mana shu muvozanat holatda Km qiymati muvozanat konstantasi 1 ga teng deb yozilgan savol. Km 1 ga. Endi muvozanat konstantasi qanday topiladi? Km topish uchun har doim muvozanatdagi o'ng tarafdagi moddalar konsentratsiyasi tepaga qo'yiladi. 2 ning kvadrati, mana bu 2 koeffitsiyent darajaga chiqadi. Ko'paytirib yana 2 ning kvadrati, suvning konsentratsiyasi koeffitsiyent 2 darajaga chiqadi. Taqsim 2 ning 4-darajasi, mana bu H xlorni ortib qolgani koeffitsiyent 4-darajasi va ko'paytiruv kislorodni ortib qolgani mana bu X ning darajasi 1-si, koeffitsiyent 1 bo'lgancha. Va Km ham 1 ga teng. Ishlaymiz. 2 ning 4-darajasi 2 4 8 16 bo'ladi. X ga ko'paysa 16x. Buni mahrajda 1 bo'ladi. 1 ga ko'paysa baribir 16x bo'ladi. Demak 16x bo'lyapti. Kres ko'paytirdik. Endi 2 ning 4-si 2 ning 2-si 4, 2 ning 2-si 4 ko'paysa 16, yana 16x 16 ga tenglashar ekan. Shunda x teng 1 kelib chiqadi. X teng 1 degani mana bu yer kelib chiqdi. Demak, muvozanatda ortib qolgan kislorod 1 ekan. Mana bu sarflangan san to'g'risida. Sarflangani ham 1 bo'lsa, demak dastlabki kislorod 2 bo'lgan. Demak, kislorodning dastlabki konsentratsiyasini top desa, javobda mana bu 2 degan javob bo'ladi. To'g'ri javob B javob.